Melbet hisobingizni to'ldirish uchun rasmiy veb-sayt yoki mobil ilovani oching. Shundan so'ng siz menyu yorligiga o'tishingiz va to'ldirish uchun tugmasini bosishingiz kerak. Bu yerda biz Humo va Uzcard kartalarini tanlashimiz mumkin. Humoni tanlaganingizdan so'ng hisobingizni 5000 dan to'ldirishingiz mumkinligini ko'ramiz. Agar siz Uzcardni tanlasangiz, minimal depozit miqdori 200 ming so'mni tashkil qiladi. Shuning uchun hisobimizni to'ldirish uchun Humoni tanlaymiz. Biz miqdorni ko'rsatamiz va to'ldirish tugmasini bosamiz. Shundan so'ng siz ma'lumotlarni kiritishingiz kerak. Karta raqami, amal qilish muddati, shuningdek ismingiz va familiyangiz. To'lash tugmasini bosing va simsdan kodni kuting. Shundan so'ng siz kodni Melbet ilovasiga kiritishingiz mumkin va to'lov amalga oshiriladi. Taxminan 1 daqiqa kutishingiz kerak bo'ladi va mablag'lar o'yin hisobiga tushadi. Endi siz sportga pul tikishingiz yoki onlayn kazinolarda o'ynashingiz mumkin. Obuna bo'ling va har kuni videolarimizni tomosha qiling.